Iqlim o'zgarishi, qurg'oqchilik, suv taqchilligi bu O'zbekistondagi eng katta va eng xatarli muammo. Judayam bir ayanchli oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan judayam bir xatarli masala sifatida ko'rilyapti. Xo'p, bunga yechim bormi? Keling, ozgina buni tahlil qilib chiqamiz. O'zi odatda suv iste'molining 90%, 95% qishloq xo'jaligiga sarflanadi. Ya'ni dehqonchilikka. 1 gektar yerga bir marta ekin ekib, bir sutka sug'orib olishga 1 million litrdan ortiq suv sarflanadi. 1 million litrdan ortiq suv sarflanadi. Endi u unib chiqqandan keyin to pishgungacha bo'lgan davr davomida kamida 5 marta, uzog'i undan ko'pi 11 martagacha suv quyiladi. Har bir marta sug'orishlikka 1 million litr atrofida suv ketadi. 5 million litrdan 10 million litrgacha 1 gektar yerga suv sarflanadi. Ana shu 10 million litr suvni agar bitta xo'jalikka iste'mol uchun beradigan bo'lsangiz, uni aytaylik, bitta xo'jalik 100 yil iste'mol qilishi mumkin. 100 yil iste'mol qilishi mumkin. Shundan ham bilishimiz mumkinki, mavjud suv resurslaridan foydalanish deganda, bunda qishloq xo'jaligi, dehqonchilik salmoqli o'rin egallayotganini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, muammoga qanday yondashishimiz mumkin? Nima qilishimiz mumkin? O'zi ana shu 1 gektar yerga 10 million litr suv sarflaydigan bo'lsangiz, uni 90% va undan ortiq qismi sparingda bo'lib ketadi, parlanib ketadi. O'simlik tomonidan o'zlashtirilmaydi. Bunga yechim bormi? Mana shu masalaga yechim topish kerak. Qisqa lo'nda qilib aytganda mana shu. Ko'pchilik endi bu xavotirli muammoni juda ham bir chuqur mulohaza qilishga harakat qilyapti. Lekin bu masalalarga yechim topish oson. Uzoq muddatli izlanishlar natijasida biz shunday variantlarni ko'rib chiqyapmizki, bir marta sug'orish bilan odatiy holatdagiga nisbatan 3-4 baravarga suvni tejash, ya'ni bir marta sug'orishlikka 1 million litr suv sarflash emas, balki 250 ming, 300 ming litr suv sarflaysiz va ana shu sarflagan suvingiz tuproq tarkibida uzoq muddat saqlanib turiladi va kerak bo'lsa o'simlikni to pishgungacha bo'lgan vegetatsiya davri davomida isparina bo'lib ketmasdan saqlanib turadigan variantlar ustida ishlayapmiz. Dastlabki tajribalar 50 kunga qadar namlikni maksimal darajada saqlab turish mumkinligini ko'rsatyapti. Yana kelajakda, kelgusi niyatlarda bu mana shu tajribalarni mukammallashtirish va bitta ekin uchun bir marta sug'orib, pishgungacha bo'lgan muddat davomida sarflangan namlikni saqlab turish bo'yicha mukammal texnologiyani barpo etish niyatida turibmiz. Xudo xolasa, marraga oz qoldi. Xo'sh, ana shunda nima bo'ladi? Bir yilda 1 gektar yerda ekin yetishtirish uchun 10 million litr suv sarflamaysiz. 10 marta sug'orib 1 million litrdan 10 million litr suv sarflamaysiz. 1 gektar yerga ekadigan ekiningizga 250 ming, 300 ming, boring 400 ming litr suv sarflaysiz va sarflagan suvingiz yil davomida, mavsum davomida ekkan ekiningizni ildizlarini namlik bilan saqlab beradi. Natija shu. Endi bu necha barobarga ekonom degani? 20 barobar atrofida ekonom qilish mumkin degani. Xudo xolasa, batafsil bu haqida aytib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.